Qandli diabetda bu mahsulotlar mutlaq absolyutni mumkin emas. Agar sizda qandli diabet bo'lsa, hozir bu mahsulotlarni yeyishni to'xtating. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Tursunov Ilyos Iskandarovich, endokrinolog shifokoriman. O'z ish faoliyatim natijasida 10 mingdan ortiq qandli diabeti bor bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Bugun qandli diabetda umuman, ya'ni ozgincha miqdorda ham tatib ko'rish mumkin bo'lmagan mahsulotlarni aytaman. Va nega bu mahsulotlarni yeyish mumkin emas? Sizlarga to'liq batafsil tushuntiraman. Har bittasiga to'xtalib, videoni oxirigacha ko'ring. Sizga bu video manfaatli bo'ladi. Eng katta dushman qandli diabetda bu alkogol hisoblanadi. Ya'ni spirtli ichimliklar, pivo bo'lishi mumkin, aroq bo'lishi mumkin, konyak bo'lishi, любой turida, ya'ni spirt saqlovchimi mutlaq cheklang. Chunki bular sizda hech qachon sakrni tushirmaydi ham, sizga foydasi ham yo'q. Sizda sakrni, diabet asoratlarini 20-30 barobar tezlashtiradi. Chunki mana spirtlar organizmga kirgandan keyin qondagi shakarni vaqtinchalik bloklaydi, ya'ni gipoglikemiya chaqiradi, glyukozni shakaringizni to'xtatadi-da. Organizm shunaqa tuzilgan, bu yillar davomida shunaqa organizm o'zida qachonki glyukoza tushishini sezsa, bu proses to'xtagandan keyin 2-3 barobar ko'p sakrni ko'paytiradi, kompensatsiya qilishni xohlaydi. Shuning uchun mana spirt ichilgandan keyin vaqtinchalik sakri tushib normaga tushar, normadan pastga tushishi mumkin, lekin spirt ta'sir ketgandan keyin sizda sakringiz yana 2-3 barobar oshishi aniq bo'ladi. Va bundan tashqari spirt sizda qon tomirlaringiz devorini yemirib tashlaydi. Xuddi qon tomirlaringizni tayoq bilan urganchalik zararlanadi. Bu spirt va plus ortiqcha sakr hisobiga. Va sizda sakrni diabetda har xil asoratlari tez rivojlanadi. Erta oyog'ingizdan ajralasiz, ko'zingizdan ajralasiz va buyragingizdan ajralasiz. Agar siz uzoq yashashni xohlamasangiz, aroq ichishni davom etkazishingiz mumkin. Keyingisi qandli diabetda qo'y dumbasi, mol charvisi va yog'li kotletlarni yeyish umuman mumkin emas. Ya'ni shuni eshityapman, qo'y dumbasi foydali. Umuman mumkin, chunki xolesterini juda ham ko'p. Shuni hisobiga sizda qon tomirlaringiz yopilib qoladi, mo'rt bo'lib qoladi. Sinovchan, egiluvchanligi pasayib ketadi. Shuni hisobiga sizda ateroskleroz tez rivojlanadi. Qandli diabetda yurak kasalliklaridan o'lim darajasi statistika bo'yicha ko'rsak ham juda ham baland. Ya'ni qandli diabeti bor, qon tomir kasalliklari bor va yurak qon tomir kasalliklari qo'shiladi-da, sizda o'lim xavfi yana ham oshadi. Ya'ni sizda kimdir tavsiya qilsa, qo'y dumbasini, mol charvasini, yog'li kotletlarni yeyish, bilingki, bu sizda aniq dushmaningiz. Sizda o'limingiz tezroq xohlaydi. Chunki bu mahsulotlar birinchi navbatda sizni jigaringizni va yurak qon tomiringizni ishdan chiqaradi. Shuning uchun bu mahsulotlarni o'rnini o'simlik yog'lariga almashtirishga harakat qiling. O'simlik yog'lari bu sizda aterosklerozni kamroq chaqiradi va ular sizga foydali hisoblanadi. Misol bo'lishi mumkin, zaytun yog'lari bo'lishi mumkin-da, semichka yog'lari bo'lishi mumkin. Bularni o'rniga almashtirib ratsioningizga qo'shishingiz mumkin. Ya'ni sakrni diabetda to'liq organizmni yog'larni chiqarib bo'lmaydi va vaqti bilan o'simlik yog'lar bilan almashtirib tursangiz, bu sizga juda ham manfaatli bo'ladi. Keyingisi bu tez o'zlashtiriladigan uglevodlar, ya'ni xavfli, zararli uglevodlar. Bular asal, oq un va oq undan tayyorlangan hamma mahsulotlar. Oq non bo'lishi mumkin, somsa bo'lishi mumkin, lag'mon bo'lishi mumkin, makaron bo'lishi mumkin. Bu mahsulotlar sizga umuman foydasi yo'q. Va bular sakringizni bittada kosmosga olib chiqadi. Shuni hisobiga sakr tusha olmay qoladi va ichki a'zolaringiz zararlanadi. Bularni o'rniga siz tabiiy va sekin o'zlashtiriladigan uglevodlarga almashtirishingiz kerak. Ya'ni grechka bo'lishi mumkin, dukkakli mahsulotlar bo'lishi mumkin, qizil guruch, ovsyanka va perlovka. Bular o'zida sekin o'zlashtiriladigan uglevodlar saqlaydi va sizni sakringizni bittada tez ko'tarib olmaydi. Qandli diabetda shu tez ko'taradigan uglevodlar biz uchun xavfli. Ya'ni qandli diabetda butun uglevodlarni chiqarib bo'lmaydi. Bizlarga uglevodlar kerak, faqat ularni tanlashimiz kerak. Sekin o'zlashtiriladiganlarga. Va mana shu qatorda mutlaq mumkin bo'lmagan uglevodlarga asal ham kiradi. Asal umuman mumkin emas. Qaysi turligidan bo'lishidan qat'iy nazar, buni oldingi videolarda aytganman va yana bir marta eslatib o'tyapman. Rossiyskiy bo'ladimi, gruzinskiy bo'ladimi, O'zbekistonniki bo'ladimi, qaysi o'simligidan qat'iy nazar, bular polisaxaridlarga kiradi va qondagi sakr miqdoringizni bittada 20-30 va sizni komaga chaqirishi mumkin bu asal. Agar video
videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizda yoki qarindoshingizda qandli diabet aniq bor. Agar sizda qandli diabet bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki qondagi qandni tushirish bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, bizning klinikamizda bu to'g'risida check-up amaliyotlari o'tkazilib kelyapti. Bu check-up orqali hozirgi kunda mingdan ortiq bemorlarga yordam berib kelmoqdamiz. Bu bizlarda qandli diabetni nimadan kelib chiqqanligi, oshqozon osti bezini qanaqa ishlayotganligi, buyrak, yurak faoliyati, jigar faoliyatlarini kompleks tekshirib, har bitta bemorga individual yondashib kelmoqdaman. Bu check-up orqali siz oshqozon osti bezingiz insulin ishlab chiqarilayotganligini, buyrak faoliyatingiz, jigar faoliyatingiz va qondagi qand miqdoringiz qanchaligini to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Va bu ma'lumotlar asosida har bitta bemorga alohida parhez tayyorlanadi va alohida dorilar buyuriladi va sport va to'g'ri hayot tarzi to'g'risida tushunchalar beriladi. Agar sizda ham quyidagi muammolar bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali qabulimga yozdirilishingiz mumkin. Qandli diabetda ozgina bo'lagi ham mumkin bo'lmagan mevalar bor. Siz buni yodlab qoling, chunki bu mevalar bizlarda ratsionda ko'p, ya'ni banan, uzum, qovun va bu mahsulotlar sahringizni bittada juda ham yuqori ko'tarib yuboradi. Va bularda sizda hech qanaqa vitaminlar o'zlashtirilmaydi va shu sahringizni ko'tarilish hisobiga sizni bor vitaminingizdan ham tashqariga chiqib ketadi. Bu mana savol tug'iladi. Bularni nega yeyish mumkin emas? Boshqa mevalarni yesak bo'ladi, misol uchun olmani yesak bo'ladi, misol uchun malina yesak bo'ladi, qulupna yesak bo'ladi. Sababi bu yuqoridagi aytilgan mevalar glikemik indeksi yuqori, ya'ni yeyilganda ichaklardan juda tez qonga so'riladi va bu qonga so'rilish tezligi yuqori bo'lgani uchun sizda oshqozon osti bezingiz insulin ishlab chiqarib bera olmay qoladi, ta'minlab bera olmay qoladi. Shuni hisobiga qondagi sahringiz ko'tariladi, insuliningiz ko'tara olmay qoladi va sahr balandligi hisobiga uzoq vaqt saqlanadi va shu baland bo'lishi sizda asoratlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Keyingi mahsulot bu sosiska. Sosiskani mutlaq yeyishdan to'xtang qandli diabetingiz bo'lsa, chunki sosiska bu kraxmal va tovuq terisidan ko'pchiligi ishlab chiqariladi va bu kraxmal sizda sahrni ko'taradi. Kraxmal bu polisaxaridlar kiradi, ya'ni tarkibida shakar bor, ikkita shakar borda va tovuq terisi. Tovuq terisida xolesterin juda ko'p bo'ladi. Sizda qon tomirlaringiz o'zi juda zaif bo'ladi. O'zi zo'rg'a ishlayotgan bo'ladi qon tomirlaringiz. Tovuq terisidagi xolesterin sizda ateroskleroz chaqiradi, tomirlaringiz tez yorilishiga olib keladi. Buning natijasida sizda infarkt, insult, har xil yurak kasalliklari ko'payadi. Sosiska mahsulotini o'rniga siz terisi bo'lmagan tovuq go'shtidan yoki lahm go'sht, qoramol go'shti bor, o'sha yog'siz bo'lgan, yoki o'rniga tvorog yeyishingiz mumkin, oqsil o'rniga, yoki baliq mahsulotlarini yeyishingiz mumkin. Bular sizda oqsil yetishmovchiligini qoplab beradi, lekin sosiska va ba'zi bir kolbasa mahsulotlarini uni tarkibiga alohida e'tibor bering. Agar tarkibida tovuq terisi va kraxmal qo'shilgan bo'lsa, bu turini mutlaqo olmang va bular sizni sahringiz ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shu o'rinda yog'li qazni ham aytib ketmoqchiman. Bizlarda erkaklarimiz ko'p qaz iste'mol qilishadi. Qandli diabet bo'lishiga qaramasdan, qazni faqat yog'li qazi mumkin emas, chunki buni tarkibida o'sha hayvon yog'lari ko'p saqlaydi va sizda o'sha qon tomir kasalligi va sahr ko'tarilishiga olib keladi. Qazni deylik oz-ozdan vaqti bilan deylik bir haftadadir, 10 kunda bir ozgina miqdorda yesangiz bo'ladi. Uni ham faqat qora joyini, yog'siz joyini yesangiz bo'ladi. Va eng oxirgisi siz buni aniq chiqarishingiz kerak. Ya'ni bu gazli ichimliklar, ya'ni shirin bo'lgan, kola, Pepsi, Fanta bo'lishi mumkin yoki paketli sharbatlar. Bularni mutlaq chiqarib tashlang. Chunki bular tayyor shakar suv. Siz shakar iste'mol qilyapsiz-da. Qandli diabetda oddiy shakar mumkin emas. Mana shu ichimliklarda tarkibiga qarasangiz, juda ham ko'p shakar yozib qo'yibdi-da va gazli ichimliklar. Bular ham sahrni ko'tarishiga olib keladi. Xo'p, bularni o'rniga siz oddiy mineralni suv yoki mana zero turi bor, zero, ya'ni o'sha Pepsi'da ham bor, bu kolada ham bor, shakarsiz turi. Shakarsiz Fanta yoki shakarsiz kolani bemalol ichsangiz bo'ladi, lekin bularning kaloriyasi bor. Bu kaloriyasi hisobiga sizda ortiqcha vaznlik kelib chiqishi mumkin. Oshqozoningizni kengaytirib yuborib, sizda to'yish hissini kamayishiga olib kelishi mumkin. Iloji boricha siz oddiy qaynagan suv yoki mineralni suvlarni ichishga odatlaning. Tabiiy sharbatlar ham, tabiiy kompot bo'ladimi, tabiiy
meva soki bo'ladimi? Bularni mutlaq ichmang sizda. Chunki saxringizni bular juda tez ko'taradi. O'sha aytganimdek, bular oddiy shakar va shakar qonga juda tez so'riladi, glikemik indeksi juda ham yuqori va sizda o'sha asoratlarini erta rivojlanishiga va sizda erta o'limingizga sababchi bo'ladigan mahsulotlar. Xulosa shuki, sizni vrachingiz qanchalik opitni bo'lmasin, sizga qanchalik zo'r davo natijasi qilib bermasin, lekin siz parhez qilmasangiz, yuqoridagi mahsulotlar ratsioningizda bo'lsa, siz qilayotgan davo lecheniya bu bir tiyinga qimmat va sizdagi sahr umuman tushmaydi va asoratlari sizda kuchaysa kuchayadi, lekin normaga kelmaydi. Agar sizda qandli diabetingiz bo'lsa, bu mahsulotlarni umuman iste'mol qilmang, mutlaq absolyutni iste'mol qilmang va sizga bu videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va bu videoni qandli diabeti bor bo'lgan tanishingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin va sahifamizga obuna bo'ling. Agar sizda ham sahr bo'yicha qiziqarli savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.